Hammaga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan Old Buzruk. Xo'p bolalar, shu ko'pchilik so'ragan koreyskiy pavakni qayerdan skachat qilish va ikki xil akkaunt ochishni o'rganamiz. Birinchi o'rinda bizga shu APK Pure degan dastur kerak bo'ladi va Telegram. Telegramga kirib Bakhodirov deb yozsalaring, men o'zimni lichkam chiqadi. Yoki video tagida Telegram kanalimni silkasini qo'yib qo'yaman. O'sha Telegram kanalimda o'sha dasturni tashlab qo'yganman. Endi ilovani ichiga kiramiz. Ilovadan qidirish joyiga PUBG KR deb yozamiz. Shu birinchida chiqqan mana logoli PUBG Mobile KR deganini tortib olamiz. PUBG ni tortib olganimizdan keyin Play Marketga kirib Quark VPN deb yozamiz. Va shu chiqqan VPN ni tortib olamiz. Va VPN ichiga kiramiz. VPN ichida Yaponiya va Koreya bor. Endi bularda vazifasi o'sha ikki xil akkaunt ochib berish. Ya'ni birinchisi Yaponiya bo'ladigan bo'lsa, misol men hozirgi o'ynayotgan, ya'ni Inferno Keys kelgan akkaunt ochsanglar bo'ladi. Xo'p, men sizlarga endi koreyskiy akkaunt bilan yaponskiy akkauntning farqini ko'rsatib o'taman PUBG ichida. Hozirda men o'sha Inferno olgan akkauntim. Buni qayerdan bilamiz? Qaysi regionda qanaqa akkauntligini? Xo'p, ko'rishinglar mumkin bolalar, region degan joyi bor. O'shaning ustiga bosamiz. Bosganimizda o'zi regionda bayrog'ini ko'rsatadi. Ya'ni meniki Yaponiya. O'sha Inferno Case mana. Xo'p, endi ulardan farqi case'larida farqi bor. Koreya bilan Yaponiyani. Xo'p, endi mana Koreya region akkauntiga kirdik. Bunda Koreya ko'rishinglar mumkin. Endi xo'p, ko'pchilik Koreya Yaponiya serverga o'tishyapti. Yo'q, uni foydasi yo'q baribir. Hozir mana Koreya Yaponiyada turibdi. Men buni o'zgartiraman. Yevropa qildim, lekin o'sha Inferno Case yo'q. Bu yerda case'larda farq bo'ladi.